Hadisha onamiz dardga darmon yorlarini, ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni 40 yoshdan o'tib topdilar. Fatima onamiz moddiy jihatdan juda kamtar, ba'zan yo'qsil hayot kechirdilar. Ularni hech birlari muammosiz yashamadilar. Hech birlarini tanlagan yo'llari oson bo'lmagan. Na ular o'zlarini kamsitirgan deb bildilar, na boshqalar ularni bechora hol deb achindi. Aksincha ular to qiyomatga qadar butun mu'minlar havas qiladigan ayollar ro'yxatining boshidadirlar. Xo'sh, endi aytingchi, siz aytganlar baxtlimi yoki men aytganlar baxtlimi? Siz aytganlar